Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 31. qism. Nafisa Yulduzning maydasiga noqib turib, o'zining ichidagi barliq yig'ilib qolgan qo'rsoq ko'pikini dedi. Yulduz Nafisaning oldiga o'tib elib, uningdan qilganlari uchun kechirim so'radi. Shundaqla uningdan ayrilib qolg'usi yo'qligini, mushu bir qatim kechirib o'tishini deb yig'lashga boshladi. Nafisa Yulduzning ko'z yoshiga qarab, erib ketmaslikni o'ziga shuncha ta'kidlab ketayotgan bo'lsa-mu, biroq uning ko'nglining bir yerlarida yanala do'stligi bo'lgan, mehr muhabbati bo'lganligi uchun Yulduzga "Bo'ldi, yig'lama. Kechirsammi kechiray" deb yo'l bo'yidagi toz chimliqning yoniga kelib, zo'ngziyib o'ltirdi. Yulduz Nafisaning o'zini kechirayotganidan xush bo'lib, uning yoniga kelib o'ltirdi. Ikkisi yaqindan buyon nada nemish qilganligini so'rashib, tuyuqsiz Yulduzning yodiga Dilzatning gaplari kelib, og'zini ochib Nafisaga kashti basmiga borayli degisi keldi-yu, biroq og'zidan chiqaramadi. Dilzatning Nafisaga nemish qiladiganligini bilmaganligi uchun uning kallasiga har xil yomon ko'rinishlar kelishga boshladi. Nafisa Yulduzning o'ziga bir nima demoqchi bo'lib, to'xtab qolganligini sezib, unadi. "Nim bo'lding? Chiroying bir qismili turdi-ku. Bir qarsam menga deydigan gaping bordak, yana bir qarsam shu gaplaringni deyolmayotgandek his qilib qoldim. Qani ayta. Yana qanday dardlaring yig'ilib qoldi? Yoki bo'lmasa Nurshat bilan xapalashib qoldinglarmi?" "Yey. Nurshatni o'ylasamlar ichim bir xil bo'ladi. Ashu bola ihbar bilan bir opdan yuribsa, sen orliqqa qistirilibla o ikkisini ayirvatding. Ayirvatibmi, yaxshi qilib ekansan. Bo'lmasa yiliqi egiz bo'y qangsharlik yigit bilan tepishib qolmagan bo'ladi-da. Nurshat bilan bo'lgan ishlaringni ihbar texi bilmaydi-ku deyman, ha?" "Buningdagi meni xafa qilsam, siringni ihbarga davitiman-chumi?" "Voy, qo'ya u manqini. Kim uni yaxshi ko'rdi ekan? Men-chu faqat ko'ngil xo'sh qilib, uning bilan ancha-muncha ko'rishib qo'yganlar yerim bor. Bo'lmasa nima qilaman uni? Hay, to'xtag'na. Sen oldin qitim ikkimiz xapalashib qolganda, menga tahdid silib siringni oshkorlayman deb, o'sha Nurshatni deganmisan? Ha, tuyuqsiz buni so'rab qolding-ku. Yoki men bilmaydigan boshqa sirlaringni bormi-ya? Men faqat mushu ishingni bilaman xolos. Sen boyxinim bo'lib ketibla, mendek namrat do'stingni tashlab izlamas bo'lib ketding emasmi? Boshqa maxfiyatliging bo'lsa, qani deb bermamsan. Sir qilib saqlab qo'yay, ha? Nafisa bilan Yulduz kulki chaqchaq bilan yo'l bo'yida o'ltirib, xiyla uzun mondashdi. Biroq Yulduz bugun kashdagi ish uchun uningga faqatla eg'iz ochmadi. U yana xato ish qilib qo'yib, bu do'stidanmi ayrilib qolg'isi kelmagan edi. Shundaqla Nafisaning Nurxon bilan o'zining maxfiyatligini bilmaganidan xush bo'ldi. U shu vaqtda Nafisani izlab, uningdan so'ramoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq fursat bo'lmagan edi. Nafisaning so'zlarini anglagandan keyin uning ko'nglidagi ansizlikmi biroqli yo'q edi. Yulduz Nafisadan Ilshatning ishini so'radi. U Yulduzning og'zining ittikligini bilganligi uchun navoda u Ilshat bilan bo'lgan ishlarini deb bersa, Yulduzning atili bozorga olib chiqib, bekor naqdi sotadiganligini aniq biladi. Ikki do'st mondishib o'tirib, vaqtning allaburun bir yerga borganligini sezmagan bo'lib, Yulduz soatga qarab, "Apla, dadamning yeniga boratdim" debla aldirab qina o'rnidan qo'zg'aldi. Nafisa Yulduzning qaysi dadasiga nemish bo'lganligini so'raganda, Yulduz Sardarning beshiga kelgan kulfatni deb berdi. Nafisa hajab ish bo'pti-ku deb og'zini tutdi va Sardarga sog'lik tilab qo'yib, Yulduzni o'z yo'liga uzatib qo'ydi. Yulduz Nafisaning o'zini kechirayotganidan xush bo'lib, og'zi quloqiga yetgan bo'lib, Dilzatning o'zini oshkorlab etishidan qo'rqmagan edi. Shunday qilib, u doktorxona tarafga qarab yo'l oldi. Yulduz kapoqchi bo'lgan orliqda bu yerga yana bir mehmonmi Sardarni yo'qlab kelgan bo'lib, ihbarning quyuq chechini dang turg'izdi. Chunki
ko'z oldida Arslan bilan uning hammasi Amangul, qo'lida bir dasta gul, bir savat meva, yana bir bo'loq yerlik tuxum ko'tarib turadi. Kesal yo'qlab kelgan mehmonni qo'g'lash bizning an'anamizda bo'lmaganligi uchun Ishparmo qoida yo'sin bo'yicha ularni o'ltirishga taklif qildi. Amangul Sardardan hol ahvol so'rab o'tgandan keyin mening Ishpar bilan ayrim paranglashilgan gapim bor edi deb Ishparni teshiga chaqirib chiqib ketdi. Ular tinish bir o'rinni tepib o'ltirgandan keyin Amangul Ishparning qo'lini tutib turib: "Canım qizim, yaqindan beri o'zingiz yaxshi turyotamsiz. Dadangizga qarayman deb bek charchab ketgansiz-a. Kesal boqmoq bek tez. Doktorxonada yetib turib kasalga qaramoq uningdan tez. Ishqilib nimalar bo'lsin, o'zingizni bek charchityoman bo'lamdi. Asli men bu ishlarga aralashmasam to'g'ri bo'ladi. Biroq Arslanni men obdan tushunaman. U hech kimga yomonlik o'ylaydigan bola emas. O'zini cheqlagan payshini o'ltirib etmay qo'yib berdigan bola u. Chiqinglarning o'tiringlarda yuz bergan ishlardan men mutiq tunugun xabardor bo'ldim. Arslandan anglasam, bu bir o'qishmaslikka. U ko'p ish ko'rgan, har xil odamlar bilan tanishib, ular bilan yaqin ham yiroq munosabat bog'lab boqqan. Shunga bir odamning chiroyiga qarabla uning qanday odam ekanligini bilib olaydi. Uning deganalar emas, hatto qilgan farazlarimo xato chiqmaydi. Balkim yulduz rostdanla. Oldi qiling hamma. Siz bilan halmon bo'lamog'dakman. Siz jiyaningizga o'xshash mening qarindishimni menga aski ko'rsatmoqchi shu. Har ishkinglarning mening oilamning ishiga aralashadiganga, shundaqla oilamdagilarni uni buni deydiganga hech qanday salohiyatinglar yo'q. Sizni hurmatlayman. Ham sizni cho'ng deb ortiq gap qilmadim. Ochig'im kelmasda izzitingizni saqlab qayerdan kelgan bo'lsangiz shu yerga ketib oling. O'g'lingizni qo'shib ib keting. Mening hayotimdanmi, turmushimdanmi yo'q qilinglar. Par, hammamga bundoq gap qilma. U sizga yomon gap qildimi? U faqat ikkimizni deb shundoq. Bo'ldi bas. Ikkimiz deyapman. Buningdan keyin ikkimiz degan so'z mavjud emas. Faqat men siz. Tushundingizmi? Hammangizni bu ishlarga aralashtiryapman. Chiqib ketinglar. Ishparning yig'lamsirab, nafrat aralash degan so'zlari Arslanning yuragini pari qilib o'tgan edi. Arslan endi gap qilay deb turishiga orqadan Yulduz sumkasini pulanglatib keldi. Arslanni Yulduzni ko'rib, gap qilishdan to'xtadi va uningga ko'rsatib qo'yish uchun Ishparga kulib turib, xo'sh degandan keyin hammasini yetilab mandi. Yulduz Arslanning hammasini ko'rib, darhol 32 kishining hammini chiqarib, ijorg'inicha ularning oldiga kelib, ularga salom qilib o'tgandan keyin Amangulga qarab: "Voy onimay, opa, Arslan bilan ishqinglar nima o'xshaydigansizlar? O'g'lingiz asli sizni tartibtikan emasmi? Shunga u mushunda qamlashgan-kan-a? Mening ismim Yulduz, Mavlud Bakirning qizi. Siz bilan tanishganimdan bakli xush bo'ldim. Fursat bo'lsa uyimga, ya'ni dajamga kelib choy ichib keting, ha? Agar meni taklif qilsangiz, hozirla siz bilan maqsammi bo'ladi? Qandaq?" Amangul Yulduzning pali-patish gaplariga qarab, miqida kulib qo'yib, beshini yenik langishtirib qo'yib, Arslonga mangayli deb ketib qoldi. Yulduz Amangulning o'ziga tutgan pozitsiyasiga qarab, ichi ochiq bo'ldi. Ham Amangulning ichida bir muncha tillivatdi. Ondan Ishparga qarab, yuzidagi kulgisimi o'chdi. U Ishparning yoniga berib, undan ularni kimning chaqirganligini so'radi. Ishpar bilmayman deb javob berib, gap qilmay Sardarning yoniga kirib ketdi. Ishparning so'g'uq chiroyiga qarab, Yulduzning g'azabi texmo tashdi. U Sardarning yoniga kirib, undan ahvol so'rab o'tgandan keyin, "Ishim bor edi, men qaytay" debla doktorxonadan chiqib ketdi. Mavlud havol qilgan pulni bermagan edi. U doktorxonadan chiqib, ko'chada piyoda xeyli uzun mengib o'ylandi. Va darhol telefonini qo'liga olib, Nurshatga telefon qilib, bugun kechda
ota-onasini elib qiz so'rg'ili kelishini. Bugundan kechiktirsa, u erishmoqchi bo'lgan mashina, uy, pul deganlardan quruq qoladiganligini dedi. Nurshatmo Yulduzning xabarini saqlab turgan bo'lganligi uchun umi tezla qo'shildi va bugun kechda cho'qim boradiganligini, xotirjam bo'lishini deb telefonni qo'ydi. Yulduz Nurshatning telefonini qo'yibla Nurxonning yoniga qarab yo'l oldi. Yarim soat yo'l yurib, Yulduz uyga keldi. Nurxon Yulduzning chiroyining tatirib ketganini ko'rib, uningdan nimish bo'lganligini so'radi. Yulduz qaynapli ketdi. Ajab ish bo'ldi. Musha nimish bo'ldi degan gapga. Nimish bo'lganligini sizlarga doklad qilib turishim kerakmi? Yana nimish bo'ladi? İşbar degan juvaynimakning ishi bo'lmamdi. Uni o'zini bilib chekinib chiqamdikan desam, yana nomus qilmay Arslan bilan ko'rishib yuribdi. Hatto uning opsimi ishbarni ko'gili kapti. Teqi bayla ularni doktorxonada o'chirtib qoldim. Ular mening kelganimni ko'rib, bir og'izim gap qilmay xo'shlashib maqdi. Arslan deganning semiz opsiga og'zimni ufurtib shuncha gap qilsam, bir og'izma javob qaytarishdi yo'q. Beshini langishib qolgan daraxt shexidek qilib qo'yib ketyotdi. Ajab ochig'im keldi desa, shu tapda oldimda biroz turib qolsa, dadim chiqishi rosa ursam deyman. Hay ana, bugun kechda ishparni so'rg'ili odam keladi juma, xabaring bo'lib qolsin. Nima keladi? Ishparni so'rg'ili bugun kelamdikan? Voy, tozim bir ish qilmaydigan haqlarmi nima u? Bizning uyda shuncha ish chiqib, dadang doktorxonada yotsa, yana nomus qilmay qiz so'rg'ili kelamdikan? Bugun kelmasin. Dadang doktorxonadan yenib chiqqanda ondan kelsin. Shu chaqda ularni kutib olay, ya. Qizziq gap qiladigansan ana. Ular dadamni o'g'liga so'rab kelmaydi, ishparni so'rab keladi. Dadam bilan ishparni so'rashning nima munosabati bor? Dadamga keyin o'zimiz bir narsa deb tushuntirib qo'yamiz. Hozircha sen dadamgami hech nima dema. Men doktorxonaga berib ishparni qaytarib yetay. Bugun kecha jafo cheksammi, dadamga qarab turay endi. Lekin kechda kelmanjimi? Ishparning qanday kayfiyati bo'lganini bakli ko'gim bor. Sen ishparni beradigan ishni yaxshi bitirsang bo'ldi. Gapingni qanday o'tkazishni o'rgatmasanmi, mendan obdan bilsang-ku deyman, ha? Asta oppoq qizim, jinim qizim, yulduzim, men qara obdan balam. Bundaq jahillik qilib turvamig'in. Ishpar nima demagan bilan hozir bizning qizimiz. Buningga dadang cho'qim qo'shilmaydi. U keyin uningdan yushirincha uni haqga zo'rlab tanganimizni bilsa, ishpar bilan ikkilarni almashtirib atgan ishni Mavlud apandiga ishparga deyishi mumkin. Toshqonning odam ishlaydigan vaqti bo'ladi. Dadangmi yuvash turgani bilan vaqti kelganda bizning barliq yolg'onchiliklarimizni, shundaqla ishparning haqiqiy Mavludning qizi, sening saxta ekanligingni oshkorlab etsa, qanday qilamiz? Hilmu yegan ishkinim joyida emas. Ko'nglim parakandala turyapman. Kichkina ochiqni deb oldimizdagi baxtdan quruq qolmaydi. Bo'lamdi jinim qizim. Meni bundaq besaramjon qilma, ha? Nurxon Yulduzni niyatidan yondirib bulamay avar bo'lib atdi. Biroq ular eshik sirtida birining ularning barliq gaplarini tinchayotganligini bilmaydi. Yulduz Nurxonga buyruq qilib, bugun ishparni bersangmi bersan, bermasangmi bersan, ular kelaverdi deb ochiqlab qo'yib sirt qilmadi. Ishidan shapining ovozini anglagan uy xizmatkori Maryam ishga yoqqan quliqini darhol tartib, og'zini ikki qo'li bilan atginicha dachiga qarab yugurdi. U Nazila bilan Izzatxonning topshirig'i bo'yicha har kuni digidek ishga tinglayotgan edi. Bugun Yulduzning g'azablanib otxona tarafga mang'inini ko'rib, uning orqasidan otxona tarafga berib, ona bola ikkisining barliq gap so'zlarini, shundaqla Yulduzning saxta ekanligini, Mavludning haqiqiy qizining ishpar ekanligini bilib, anglaganlarga ishonmayla qolgan edi. U dachiga kirib, ishikning qiyo yo'chiqidan Yulduzning bu tarafga kelgan yoki kelmaganligiga qarab o'tdi. Yulduz mashinasining yoniga kelib, mashinani birini so'yib qo'yib, dachidan chiqib ketdi. Maryam Yulduzning ketib turishiga Udul Nazilaning yoniga kirdi. Chunki Yulduzning ochiqlab manganligini Nazilami ko'rgan bo'lib, uning orqasidan berishni Nazila aytgan bo'lg'ashqa, u bu xabarni Izzatxonga emas, balki Nazilaga yetkazmoqchi bo'ldi. Nazila Maryamning chiroyining tatirib, qon didori qolmaganligini ko'rib, uningdan ularning zodi nima deyishganligini anglab, bundaq bo'lib qolganligini so'radi. Maryam Nazilaning oldida qo'yilgan stakandagi suvdan bir yutum o'tlab etib,
Uf degandan keyin Nazilaga qarab. Xanım, ular bekler esil, bekli peskeshken. Ularning nemish qilganligini bilsangiz hayron qalasiz. Ular iparni